hisobda $79,000 pul bor, lekin bu pulni yechib bo'lmaydi o'rtoqlar. Mana platforma sayti nomiga e'tibor beringlar. Bu kabi mashinskiy saytlar juda ko'payib ketgan internetda. Hozirgina bitta opamiz firibgarlarga aldangan. Boshida $100, $200 pul tikkan, keyin u pulni ko'paytirib kartasiga tashab bergan firibgarlar. Keyinchalik ular kattaroq pul sarmoya kiritish kerak, foyda ham kattaroq bo'ladi deb qiziqtirgan. Xuddi shunday jami 200 million so'mga yaqin pul o'sha sarmoya kiritilgan. Endi buni sarmoya ham deb bo'lmaydi aslida. Endi ularning tili bilan aytganda va yetmaganiga o'sha bankdan kredit olib, demak o'shalarga pul jo'natgan. Ichki ishlardagi ham aytdi shunaqa nima kiber xavfsizlik degan o'shanisiga jo'natdi birdan. Buni hech kim topolmaydi. U yo'q bo'lib ketadi. Uni hech kim topolmaydi. Biz ham topolmaymiz dedi-da. Shunday. Chunki yoqda shaxsiy ma'lumotlar yo'q kriptovalyutada. Misol kripto hamyonlarda, blokcheynda shaxsiy ma'lumotlar ko'rinmaydi. Ularning hamyonida qancha pul borligini men ko'ra olaman. Pul qachonki agar o'sha Bitget birjada turgan bo'lsa, hali ham uni hamyonini muzlatish iloji bor. Kriptovalyutalarni birjadan olib chiqib ketgan bo'lsa, uje endi foydasi yo'q. Keyin rublga qo'yadi, hech kimdan ololmayman deb shunday deb gapirsam, bo'lmasam shoting yopiladi dagin, auksionga qo'yilib ketadi. To'lagan pulingni ham kutib ketasan dedi. Vashi shokka tushib qoldim. 2 kun uxlolmay, men dedi senga ishlaganimga dedi, men foiz olishim kerak-ku dedi. O'sha foizini menga bermading dedi. Kerak bo'lsa uyingni sotib berasan dedi. Qo'rqib ketdim-da, o'zi yerim ketmagan va. Yo, endi bu do'q popsalarga parvo qilmang. Endi to'g'ri pulingizni yo'qotdingiz, pulingizni tiklay olmaysiz, lekin ular sizga hech qanaqangi zarar qila olmaydi. Chunki ular o'zlari mashinnik, firibgar, oxiri shantajga o'tyapti. Tushunyapsizmi? Hammasini unuting. O'zingizni aybdor his qilmang, tushkunlikka tushmang. Nima bo'lsa bandani foydasiga. Sizga dars bo'pti bu. Xudo xolasa oxiratga zaxira, oxiratda qaytarib olasiz. Hamma narsaning foydasi bor. U bekorga ketmadi u pul.